Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, efirda kun mavzusi ko'rsatuvi. Bugungi mavzuda biz yong'in xavfsizligi oyligi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida suhbatlashamiz. Shu maqsadda bugun studiyamizga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Ilhomjon Boqiyev hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i Ulug'bek Qodirovlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Ilhomjon aka, yong'in xavfsizligi oyligi doirasida qanday profilaktik tadbirlar o'tkazilyapti? Shu xususida ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Dekabr oyi boshqa fasllarga nisbatan, boshqa oylarga nisbatan o'sha sovuq kunlarning ko'p bo'lishi, bu esa o'sha fuqarolarimizni turli isitish moslamalaridan foydalanishi va birgina xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasliklari oqibatida, ya'ni yong'in bilan bog'liq ayanchli holatlar sodir bo'lishi hisobga olgan holda buni o'sha hukumat komissiyasining tegishli bayoni bilan aynan 1-dekabr kunidan 30-dekabr kuniga qadar yong'in xavfsizligi oyligini respublikamiz bo'ylab o'tkazish maqsadga muvofiq ekanligi belgilab berildi. Ushbu oylik doirasida butun respublika bo'ylab keng qamrovli profilaktik tadbirlarga start berildi. Aynan o'sha oylikning dastlabki kunlaridan boshlab hozirgi kunga qadar o'sha favqulodda vaziyatlar xodimlari kuchaytirilgan ish rejimiga o'tgan holda fuqarolarimizni, aholi va hududlarni o'sha yong'in bilan bog'liq ayanchli holatlardan muhofaza qilish maqsadida joylarda maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari, profilaktik tadbirlar doimgiga nisbatan kuchaytirilgan tartibda tashkil etilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida aynan favqulodda vaziyatlar xodimlari noyabr oyida favqulodda vaziyatlar profilaktikasi oyligi doirasida biz viloyatimiz hududidagi barcha mahallalarda va mahallalardagi mavjud ko'chalarda biz profilaktik tadbirlarni tashkil etgan edik. Ya'ni har bir mahallaga favqulodda vaziyatlar xodimlari borib, o'sha mahalla yettiligi, o'sha ko'cha boshlari, mana shunaqa mahalla faollari bilan uchrashib, fuqarolarni o'sha qish faslida xavfsiz isitish moslamalaridan foydalanish, turli favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha ularga yetarli bilim hamda ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan tadbirlar tashkil etilgan edi. Hozirgi kunda aynan yong'in xavfsizligi oyligi doirasida bu tadbirlar ham davom ettirilgan holda hozirgi kunda xonadonbay tartibda ishlar tashkil etilmoqda. Ya'ni mahallabay, ko'chabay tartibdagi tadbirlar yong'in xavfsizligi oyligi doirasida xonadonbay tartibda ish rejimiga o'tkazildi. Ya'ni o'sha soha xodimlari, o'sha mas'ul tegishli korxona tashkilot vakillaridan iborat ishchi guruhlar xonadonbay tartibda yurib, o'sha xonadondagi mavjud xavfli holatlarni keltirib chiqaruvchi kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish, fuqarolarni o'sha yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish kerakligi yuzasidan bilimlarini oshirishga qaratilgan tadbirlar tashkil etilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida o'sha bizda o'sha ta'mirlash, tiklash guruhlari ham tashkil etilib, unga gaz ta'minoti, elektr ta'minoti korxonalarini va boshqa korxona mas'ullaridan iborat ishchi guruhlar tuzilib, o'sha o'rganish jarayonida xonadonda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, o'sha fuqaroga amaliy yordam ko'rsatish ishlari tashkil etilib borilmoqda. Bu tadbirlarimiz doirasida o'sha fuqarolarimizga aynan qanday xavfsizlik qoidalariga amal qilish, nosoz, qo'lbola isitish pechlardan foydalanmaslik, elektr moslamalarini ishlatishda doim xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, bundan tashqari o'sha elektr montaj simlarini maxsus laboratoriya uskunasidan sinovdan o'tkazish lozimligi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari o'sha ko'p xonadonlarda aynan sodir bo'layotgan yong'inlarni tahliliga qaraydigan bo'lsak, o'sha elektr moslamalarining qisqa tutashuvi natijasida sodir bo'layotganligi inobatga olib, bir vaqtning o'zida o'sha elektr iste'moli yuqori bo'lishi, ya'ni ortiqcha yuklanish yoki tarmoqqa ortiqcha kuchlanishni keltirib chiqaruvchi mumkin bo'lgan manbalardan foydalanmaslik, ya'ni bir vaqtda o'zida ko'p elektr manbaini iste'mol qiluvchi manbalardan foydalanish oqibatida ayanchli holatlar keltirib chiqarishi mumkinligi bu yuzasidan tushuntirishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari o'sha oylik dastlabki kunlardan boshlab biz birgalikda o'sha ommaviy axborot vositalari vakillari bilan hamkorlikda joylarda brifinglar, matbuot anjumanlari, davra suhbatlari o'tkazib kelmoqdamiz. Joylarda olib borilayotgan profilaktik tadbirlardan o'sha
maxsus lavhalar tayyorlanib, bu bo'yicha efirga uzatib borilmoqda. Aynan oylik doirasida bundan tashqari o'sha viloyatimiz hududidagi mavjud barcha yirik elektron tablolarda, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha xavfsizlik madaniyatini oshirishni aks etuvchi video roliklar namoyish etib borilmoqda. Bundan tashqari joylarda mutaxassislar tomonidan ishlab chiqarilgan eslatmalar, bukletlar tarqatilib kelinmoqda. Agar raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, dastlabki o'sha yong'in xavfsizligi oyligi boshlangandan to shu kunga qadar davlat obyektlarida, ya'ni 250 dan ortiq davlat obyektlarida 280 dan ortiq tadbirlar tashkil etildi. Tadbirkorlik subyektlarida 200 dan ortiq profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Bundan tashqari qurilish obyektlarida ham o'sha quruvchi ustalarning o'sha xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi bo'yicha ham o'sha profilaktik tadbirlar tashkil etib borilmoqda. Bu tadbirlarimiz ko'p kvartirali uylarda o'sha xonadonbay yurish, o'sha ko'p kvartirali uylarning har bir xonadoniga kirib chiqish bo'yicha ham tizimli ishlar tashkil qilinmoqda. Asosiy maqsadimiz o'sha qish faslida aholimizni xavfsizligini ta'minlash, turli xil ko'ngilsiz holatlarni oldini olish, yong'inlarning sonini keskin kamaytirishga erishish maqsad qilib olingan. Bu bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqarilib, o'sha chora-tadbirlar rejasiga muvofiq ishlar tizimli ravishda tashkil etib kelinmoqda. Rahmat. Umuman favqulodda vaziyatlar tizimida qanday islohotlar amalga oshirilmoqda? Shu xususda ham ma'lumot berib o'tsangiz. Muhtaram yurtboshimizning respublika aholisi va hududlarini favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilishda ilg'or xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda ilmiy texnik yondashuvlar asosida samarali profilaktik tadbirlar va davlat nazoratini yangi mexanizmlarini yo'lga qo'yish hamda sohaga zamonaviy raqamli yechimlarni joriy etish bo'yicha milliy tajribani yaratish maqsadida joriy yilning 20-oktyabr kuni aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi farmonlari imzolandi. Unga muvofiq o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimi yangi ish rejimiga o'tkazildi. Ya'ni yangi ish rejimi deganimiz bu favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari mahallaga tushirildi. Ya'ni o'sha mahalla 7ligi deydigan bo'lsak, mahalla 8ligi tashkil etildi desak, hatto yanglishmagan bo'lamiz. Ya'niki o'sha favqulodda vaziyatlar xodimlari bir nafar favqulodda vaziyatlar xodimiga, ya'ni inspektoriga 4 ta mahalla biriktiriladi. O'sha 4 ta mahalla biriktirilib, o'sha favqulodda vaziyatlar xodimi ushbu mahalladagi barcha korxona, tashkilotlar, muassasalar yoki aholi xonadonlarini qamrab olishga imkoniyati yetadi. Ya'ni o'sha mahalla xavfsiz mahalla tamoyili asosida o'sha mahallalarda fuqarolarning xavfsizligini oshirish, umuman yong'in xavfsizligi yo'nalishi bo'ladimi yoki favqulodda vaziyatlar yo'nalishi bo'ladimi, ushbu yo'nalishlarda ularni bilim hamda saviyasini oshirish maqsadida profilaktik tadbirlar tashkil etiladi. Har bir mahallaga biriktirilgan davlat inspektori o'sha joylarda sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarni hisobga olgan holda, ya'ni qizil, sariq, yashil hududga aylantirib, o'sha qizil hudud bu favqulodda vaziyatlar sodir bo'ladigan xavfli hudud sifatida belgilanib, qizil toifadagi mahallalarni sariq toifaga, sariq toifadagi mahallalarni yashil toifaga aylantirish bo'yicha to'liq chora-tadbirlar ishlab chiqilib, bu borada ishlar tashkil etiladi. Bu albatta o'z samarasini berib, o'sha mahallalarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni keskin kamayishiga sabab bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari o'sha mahallalarda endi mahalla muhofazasi xizmatxonasi tashkil etiladi. Bunda davlat inspektori, favqulodda vaziyatlar xodimi aynan xizmatxonasi tashkil etiladi. Bu o'sha mahallalarda profilaktik tadbirlarni tashkil etish, o'sha mahalla ittiligi bilan birgalikda o'sha har bir xonadonda o'rganishiga bu katta burilish yasab kelgusidagi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarni, favqulodda vaziyatlarni kamayishiga erishishga xizmat qiladi.
Bilamizki, sovuq kunlar kelishi bilan turli xildagi ko'ngilsiz hodisalar, turli xil favqulodda vaziyatlar sodir bo'ladi. Umuman mana shu mavsumga tayyorgarlik jarayonlari xususida ma'lumot berib o'tsangiz, bu bo'yicha qanday tadbirlar amalga oshirildi, qanday profilaktik targ'ibot tadbirlari olib borildi? Marhamat. Bilamizki, kuz-qish mavsumi yaqinlashishi bilan aholi orasida isitish moslamalariga talab kuchayib boradi. Buning natijasida albatta har xil ko'ngilsiz holatlar, yong'inlar yuzaga keladi. Buni oldini olish maqsadida vazirligimiz tizimida qish mavsumi yaqinlashishi bilan har bir xodimlarga kuchaytirilgan xizmat joriy etiladi, ya'ni ko'plab xizmat vazifalar yuklatiladi. Bu aholi orasida ijtimoiy soha, bundan tashqari tadbirkorlik subyektlari sohalarida favqulodda vaziyatlar oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar kuchaytirib boriladi. Hozirgi kunda ham mana viloyatimiz bo'ylab yong'in xavfsizligi oyligi doirasida tadbirkorlik subyektlarida, ya'ni tumanimizda mavjud 58 ta bozor va savdo rastalarida profilaktik tadbirlar kuchaytirilgan. Bizga ma'lumki, mana qish mavsumi yaqinlashishi bilan har xil ko'ngilsiz hodisalar viloyatlar orasida uchrab turibdi. Buni oldini olish maqsadida bozorlarda asosan nimalarga e'tibor qaratilmoqda? Ya'ni elektr moslamalaridan to'g'ri foydalanish, savdo rastalarida yong'in xavfsizligi o't o'chirish mashinalar kirish yo'laklarini yopib qo'ymaslik, shuningdek maishiy gaz ballonlaridan foydalanmaslik bo'yicha profilaktik tadbirlar kuchaytirganmiz. Bunda hamkor tashkilotlarning xizmati ham yo'lga qo'yilgan, aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf qilinib, obyekt rahbarlariga yozma va og'zaki ko'rsatmalar berib borilmoqda. Shuningdek, aholi orasida ham kunlik profilaktik tadbirlar yo'lga qo'yganmiz. Aholi orasida xonadonda is gazni zaharlanishni oldini olish, yong'inlarni oldini olish borasida tushuntirishlar olib borilmoqda va tarqatma materiallar tarqatilib, har bir fuqaroga yong'in nima, uni xavfli tomoni, o'sha yong'inda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlar haqida tushuntirishlari berilmoqda. Umuman bilamizki, mana shu bozor hududlarida, misol uchun oshxonalarda propan gaz ballonlaridan yoki bo'lmasa tabiiy gazdan foydalanadi. O'zi umuman bozorlardagi, umuman odam gavjum joylarda tabiiy yoki suyultirilgan gazdan foydalanish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Shu xususida ma'lumot berib o'tsangiz. Turmushda gazdan to'g'ri foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar bo'yicha o'sha har bir misol uchun hududlardagi aholi yashash xonadonlarida yoki aholi ko'p joy mavjud hududlarda o'sha gazdan to'g'ri foydalanish bo'yicha o'sha tegishli o'sha hujjatlar mavjud. Ushbu hujjatlarga muvofiq maishiy gaz ballonlaridan ham foydalanishda avvalambor xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilish kerak. O'sha belgilangan hududlarda o'sha gaz ballonining birinchi navbatda mutaxassislar tomonidan o'rnatilishi, o'sha maishiy gaz ballonlarining o'sha tegishli soha vakillari tomonidan sinovdan o'tkazilganligi yoki bo'lmasam o'sha xonadonda o'rnatish bo'yicha o'sha loyiha hujjatlariga ko'ra loyiha asosida o'sha o'rnatilgan bo'lishiga yoki loyiha hujjat asosida tabiiy gaz bilan ta'minlash choralari ko'rilganligi, bu o'sha xavfsizlik qoidalariga rioya etilayotganligi bo'yicha bizda bir aniq ma'lumotlar bo'lishiga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda mana sodir bo'lgan Sirdaryo viloyatida sodir bo'lgan ayanchli holatlar barchamizga sir emas. Ushbu hududda havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq ayanchli holatlar ko'p fuqarolarning jabrlanishiga va ayrim o'lim holatlari ham qayd etilgani bu ayanchli holatlardan biri albatta. Bu vaziyatlarda o'sha gaz havo aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq ayanchli holatlarni oldini olish maqsadida viloyatimiz hududida ham o'sha tegishli xizmat vakillari bilan keng qamrovli profilaktik tadbirlar boshlab yuborildi. Ya'ni biz asosan o'sha ommaviy insonlar yig'iladigan joylar, bozorlar, savdo, ko'ngilochar maskanlarda o'sha tadbirkorlarning xavfsizlik
qoidalariga rioya qilib o'sha xavfsizlik choralariga rioya qilinayotganligi bo'yicha profilaktik nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Ushbu profilaktik nazorat tadbirlari davomida yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha chora tadbirlar belgilanib berilmoqda. Bundan tashqari o'sha amalga oshirilgan chora tadbirlarni amalga oshirilgan reydlar, nazorat tadbirlari doirasida o'sha ayrim tadbirkorlar tomonidan o'sha qo'pol qoida buzilish holatlari ham aniqlanib, ushbu holatlarni zudlik bilan bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Bundan asosiy maqsad o'sha aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish. O'sha maishiy gaz ballonidan foydalanish qoidalari mavjud. O'sha belgilangan me'yor qoidalari, masofalari belgilab berilgan. Xonadan tashqari hududda bo'lishi, gaz garelkasiga yaqin hududda joylashmasligi, maxsus o'zining shlanglaridan foydalangan bo'lishi, eng asosiysi sinovdan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Bunga alohida ahamiyat berish kerak bo'lib hisoblanadi. Bilamizki, mana yangi yil bayrami yaqinlashyapti. Umuman yangi yil bayramini o'tkazishda qanday chora-tadbirlar ishlab chiqilyapti? Bizga ma'lumki, albatta yangi yil bayramini bezagi sifatida archa o'rnatiladi. Hududlar bo'ylab archa o'rnatilganda, albatta buni ham yong'in xavfsizligi talablari mavjud. Ya'ni sintetik turdagi o'sha yangi yil archalarini o'rnatishda archaning ichki qismida sintetik materiallardan tayyorlangan har xil turdagi bezaklar va buyumlarni saqlamaslik, uni bezatishda ham sintetik mahsulotlardan, ya'ni o'yinchoqlar, shu turdagi mahsulotlardan foydalanmaslik, elektr ta'minotida ham girlandalardan foydalanadi, ya'ni uni ham elektr 25 voltgacha bo'lgan girlandalardan foydalanish talab etiladi. Agar 220-380 voltli elektr uzatish nimalari bo'ladigan bo'lsa, uni archani tashqi tomoniga o'rnatish talab etiladi. Shuningdek, bilamizki, archa o'rnatilganda ochiq maydonlarda ham o'rnatiladi hududlar bo'ylab. Bu turdagi archalar avvalo ikki turga bo'linadi, ya'ni sinchli va ustunli archalar mavjud. Bu archalar, ustunli archalar asosan 22 metrgacha balandlikda o'rnatiladi. Sinchli archalar esa halqali archalar 30 metrgacha bo'lgan balandlikda o'rnatiladi. Ularni ham xavfsizlik talabi, ya'ni pastki qismiga og'ir yuklar yoki atrofiga trosli simlar bilan mustahkamlab tortilish talab etiladi. Is gazdan zaharlanish holatlarini oldini olish bo'yicha teletomoshabinlarimizga muhim tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Marhamat Ilhom aka. Hozir kunda nima deydi, sovuq kunlar tushishi bilan har bir favqulodda vaziyatlar xodimlarini bir yuragiga bir g'ulg'ula tushadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni biz qancha profilaktik tadbirlarni olib borishimizga yoki ommaviy axborot vositalarida doimiy bong urishimizga qaramasdan ayrim fuqarolarimizni e'tiborsizligi deymizmi yoki befarqligi deymizmi, oddiy bir xavfsizlik qoidalariga amal qilmasligi oqibatida juda ham ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lmoqda. Oddiy isitish pechini mo'risini noto'g'ri o'rnatish yoki isitish pechi mo'risini o'z vaqtida tozalamaslik oqibatida butun bir oilaning aynan is gazidan zaharlanib vafot etishiga sabab bo'lmoqda. Is gazi bu chala yonish bo'lib, ya'ni o'sha yonuvchi mahsulotlarga kislorodning to'liq yetib bormasligi natijasida chala yonish yuzaga kelib, is gazini keltirib chiqarib, bir xona misolida aytadigan bo'lsak, xonada 0.1% is gazini to'planishi bu fuqarolarni, umuman insonni o'limiga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, viloyatimiz hududida mana shunaqa holatlarni oldini olish maqsadida keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa yong'in xavfsizligi oyligi doirasida bu tadbirlar yanada kuchaytirildi. Bu ommaviy axborot vositalari orqali ham doimiy ravishda mana shu real voqealar asosida tayyorlangan ijtimoiy roliklar ishlab chiqilib, fuqarolarga taqdim etib borilmoqda. Bundan tashqari o'sha har bir favqulodda vaziyatlar xodimi borki, yurganda ta'lim muassasasi bo'ladimi, ijtimoiy soha obyekti bo'ladimi yoki xonadon bo'ladimi, har bir fuqarolarga o'sha yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilish lozimligi yuzasidan tushuntirish, targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinmoqda.
ana aytib o'tganimizdek, mana hozir bizni kuzatib borayotgan teletomoshabinlardan shuni bir iltimos qilib so'rab qolardikki, o'z hayotlariga befarq bo'lmasdan, o'z farzandlarini, mol-mulklarini asrab qolish yoki ularni muhofaza qilish uchun oddiy bir xavfsizlik qoidalariga rioya qilish. Shunaqa holatlar keladiki, biz profilaktik tadbirlar davomida yurganimizda, biz xonadonlarga borganimizda fuqarolar tomonidan kerak bo'lsa eshigini ham ochmaslik holatlari qayd etiladi. Fuqarolarimiz o'ylaydiki, favqulodda vaziyatlar xodimi borsa qanaqadir jarima qiladi. Yo'q, biz fuqarolarimizga ko'makchi, yordamchimiz. Bu fuqarolarning asosiy vazifamiz fuqarolar hayotini asrab qolish. Shu har bir biz profilaktik tadbirlar davomida yurganimizda har bir fuqaroga biz tushuntirsak, ularni o'sha xavfsizlik madaniyatiga rioya qilish bo'yicha bilim ko'nikmalarini oshirsak, biz o'ylaymizki, oldimizda turgan qish fasli bo'ladimi, qanaqa bir holat bo'ladimi, ko'ngilsiz holatlarni oldini olgan bo'lamiz. Shu maqsadda favqulodda vaziyatlar xodimlari bu fuqarolarga ko'makchi, yordamchi tashkilot bo'lib, biz har qanday vaziyatda faqatgina fuqarolarga yordam ko'rsatamiz. Shunday ekan, har bir soha xodimi berilgan tavsiyalarga qat'iy amal qilish. Bu qanday tavsiyalar? Ya'ni isitish mavsumiga bog'laydigan bo'lsak, nosoz, qo'lbola, ya'ni standartga ega bo'lmagan pechlardan foydalanmaslik. Faqatgina o'sha standartga javob bergan pechlardan foydalanish. Bundan tashqari, pechlarni o'rnatishda isitish pechi mo'rlarini to'g'ri o'rnatish, vertikal holatda o'rnatib, 90 gradus vertikal holatda o'rnatib, uy tomidan 50-60 sm tepaga qilib o'rnatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ko'pchilik joylarda o'sha devorni teshib, devordan chiqarib qo'yish holatlari hosil bo'ladi. O'sha shamolning yo'nalishi hisobiga o'sha chala yonish yoki isitish pechidagi zararli yonishdan chiqqan zararli moddalar xonaga tarqalish ehtimoli juda ham yuqori hisoblanadi. Bundan tashqari isitish pechi mo'rlarini tez-tez tozalab turish, gaz hamda elektr moslamalaridan xavfsiz foydalanish, yosh bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, isitish pechlarini yoqib nazoratsiz qoldirib ketmaslik holatlari. Ko'pchilik bir manzilga ketmoqchi bo'lsak, uyimizda pechkalarimiz yoqilgan holda nazoratsiz qoldirib ketish holatlari ko'p uchraydi. Bu holatlarga yo'l qo'ymaslik talab etib qolinadi. Hurmatli teletomoshabinlar, mana shu kichik xavfsizlik qoidalariga rioya qilsalaringiz, o'ylaymizki, siz hamda oilangiz mana shunaqa bir ko'ngilsiz holatlardan xoli bo'lasizlar, qish faslini xavfsiz o'tkazishga erishgan bo'lasizlar. Biz ham favqulodda vaziyatlar xodimlari o'z vazifamizni bajargan bo'lamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. O'ylaymizki, sizlarga berilgan ma'lumotlar foydali va manfaatli bo'ldi. Keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.